Sun'iy intellekt bo'yicha o'tkaziladigan tanlov g'oliblariga elektromobil beriladi. Hukumat qarori bilan 1 million dasturchi loyihasining mantiqiy davomi sifatida 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasi amalga oshiriladi. Har yili ushbu loyiha doirasida yuqori natijalarga erishgan ishtirokchilarni mukofotlash uchun maxsus tanlov o'tkaziladi. Bunda tanlov g'oliblari pul mukofotlari va qimmatbaho sovg'alar, jumladan 100 nafar o'qituvchi $1000 ekvivalentida pul mukofoti, 10 nafar o'qituvchi xorijiy sayohatga yo'llanma, 500 nafar yoshlar notebook, qimmatbaho sovg'alar va 3 ta oliy ta'lim tashkilotiga pul mukofoti beriladi. 2 ta umumta'lim maktabi esa prezident sovg'asi elektromobil bilan taqdirlanadi. Shuningdek, Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasi doirasida yoshlarga ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Ular raqamlashtirish sohasida zamonaviy kasblarga, jumladan IT va startup loyihasi boshqaruvchisi hamda xorijiy tillarga bepul o'qitiladi. Shu bilan birga yoshlar professional darajadagi IT sertifikatlarini olish bo'yicha o'quv kurslarida bepul ta'lim olishadi. Videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.